qizlar qaranglar. O'sha mana nechinchidir marta ishlatayotgan bo'lsam, ham to'kilishini to'xtatgan uchun har doim shampunimni o'zim ko'tarib kiraman salonga. Hozir Gulsanam ham rosa maqtayaptilar. Lichebnida shundoq bilinadi deyaptilar. Ko'p balzamlargacha bor. Lichebni narsaligi uchun ham bittadan yuvayotganning o'zida effekt bo'ladi. Gulsanam shundoq ko'rsatvaring. Mana ko'rasizlar? Sizlarga voy ko'rsatganim. Ko'p qizlar so'raysizlar-ku mana. Bor. Mana shu shampunni ishlataman har gal вообще zo'r вообще. Bittada уже bilasiz, sochi такой yumshoq qiladi. Yumshoq yuvayotganda o'zida ham bez balzam shunaqa yumshoq qilib qo'yganini bilasizlar. Men har doim shunaqa yuvayotganda ozgina sochlarga, ham jinnilik sochlarga вообще hamma narsa, hamma tomonlama sochingizga maza qiladi. Birinchi o'rinda to'kilishini to'xtadi, soch o'stirib chiqadi. Blesk beradi.